Shunchalik azob tushyaptim, okey? Sizlarga ham qiziq bo'lsa, jo'namoqchi bo'ling. Bitta xonani cho'qli polni bitirish uchun nechta material kerak bo'lsa, kelib sanab ko'ramiz. Обязательно birinchi cho'lni stachkan ustida gidroparabaryer plyonкасы tortiladi. Uni ustidan Penaplex, Sitefon и уже дорожный сетка и trubani fiksatsiya qilish uchun skobalar kerak bo'ladi. Hozir 5 ta material, bitta cho'qli pol uстановкasiga. Agar mana shu 5 ta detalni bitta mahsulot o'ziga olgan desam ishonasizlarmi? Sizlar ham narxidan, ham vaqtdan e'tibor olasiz. Bu material cho'qli pol mat. Cho'qli pol matimizdan ustunovka shunchalik osonki, ustalarimiz dash usta haqi so'rash uchun yo'ladi. Bularning xususiyati: hop, ikkita sloydan iborat. Tegi polistirol, tepasi udaroprочный polietilen. Yuringlar, prочностьni tekshirib ko'ramiz. Prочность shunchalik yuqoriki, bemalol 200-250 kg uchun ko'tara oladi. Trubalarni shagilib tashlab, yenalarni tortgandan keyin buni qotirish uchun skobalar ham kerak emas. Chunki bularning o'zini fiksatori bor. Mana shu fiksatorlarning hisobiga ham beton rasxodi kam bo'ladi. Agar kimgadir to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Tanlovda adashmang.